hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Angliyadagi inson haqlari doklatiga Angliyani an'anaviy irqchilik va nafrat jinoyati bilan ayblagan bir doklat loyihasini sungan. Atalmış Şinjanning chegara eg'izidan Yevropaga qarab yo'l olgan poyezd soni 7000 dan ortgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Turkiyani Xitoy bilan hamkorlashmaslikka chaqiriq qilib e'lon qilgan axboroti Turkiya ichki va sirtidagi matbuotlarda keng ko'lamda xabar qilindi. Burunqi Turkiya o'lka o'choqlarining boshlig'i akademik Sinan Atash apandi Anqaraning Chuqur Ambar ko'chasida motosikletlik bir kishining hujumiga uchragandan keyin qazo qilgan. Tuanda Sharq Turkiston Surgundi hukumatining yangi yillik tabriknomasini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik vatandoshlar va aziz qarindoshlar. Allohning salomi, rahmati, barakati va yordami hammamizning ustiga bo'lsin. 73 yildan beri biz mazlum Sharq Turkiston xalqi hammamiz Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligi ostida yashayapmiz. Vatan ichi va sirtidagi barliq vatandoshlarga Janobi Allohdan salomatlik tilayman. 2023 yilning hammamiz uchun xayrli va barakatli bo'lishini tilayman. Qarindoshlar, bizning bu dunyodagi eng qimmatli boyligimiz umrimizdir. Chunki bu umr bizning dunyo va oxiratda baxtli bo'lishimizning dasmoyisi va sarmoyisidir. Dinimizning ro'yiga asosan dunyo oxiratning ziroatgohidir. Bu nuqtadan qaraganda bizning umrimizning qadr qimmatli o'tgan va o'tmaganligi umrimizni Alloh rizosini deb haq yo'ldagi buyuk g'oyalarga yetish uchun qo'llangan va qo'llanmaganligimizga qarab ma'lum bo'ladi. Ömrümüzün qalqını və şərifi boğan ana vətənimizin müstəqilliğini əsliga keltirish g'oyasiga atlagan və atmağanlığımızga qarab ma'lum buludu. Ömrümüzni öz vaqtimiz uchun qo'llangan və qo'llanmaganligimizga qarab ma'lum buludu. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan beri yangi yillarni tabriklab kelyapmiz. Afsuski, har o'tgan yili Sharq Turkiston xalqining ahvoli burunqi yildan yomonlashib ketyapti. Demek, hiç iş qilmasdan quruqla yangi yilinglar muborak bo'lsin deganlik bilan yilimiz va umrimizmi muborak bo'lmaydigan. Biz hozir 2022 yilning oxiri va 2023 yilning boshida turibmiz. 2022 yili tezla o'tib ketdi. Bir yil o'tdi degan gap, bir yil umrimiz qisqardi degan bo'ladi va qimmatli umrimizning bir qismi tugadi degan bo'ladi. Biz bu tugagan 2022 yilga qaragan chog'imizda Sharq Turkiston davosining siyosiy sahnalarda xili ilgirlaganligini ko'rib turibmiz. Demakki, millat sifatida 2022 yilni bekor o'tkazmadik va ilgirki yillarga qaraganda bir oz ish qildik degan gap. Bu nuqtadan Sharq Turkiston xalqining 2022 yilini tabriklaymiz va 2023 yilini muboraklaymiz. Shundaqla Alloh rizosi uchun hammamizning umidvor yashashimizni tavsiya qilamiz. Chunki hammamiz Sharq Turkiston uchun va Sharq Turkiston xalqi uchun ustimizga tushgan asosiy vazifalarimizni ado qila olsak, bizni buyuk va parlaq bir istiqlol fursati kutmoqda. Ammo Sharq Turkiston dushmanlarimo aramizga kirgizilgan indigenizlar orqali bu fursatni qo'limizdan tortib olishga jon jahli bilan tipirlamoqda. Qadrli qarindoshlar, bizning dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari va Xitoy tajovuzchilariga yaloqchilik qilayotgan itmijoz sotqinlar ekanligini aniq bilishimiz lozim. Bugun aziz millatimiz 6000 yillik tarixning eng zulmatli kunlarini yashayotdi. Hammamiz bilimizki, Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilari tarafidan irqiy qirg'inchilik va qatliamlarga duch kelyotdi. Qarindoshlar, 138 yildan beri davom qilib kelayotgan dushman ishg'oliyati, dushman irqiy qirg'inchiligi va qatliamlari sababidan kimligimizni millat sifatida unutib qoldik. Xitoy tajovuzchilaridan iborat dushmanlarimiz va ularga yaloqchilik qilib kelayotgan itmijoz g'olchilar aziz xalqimizni nodon va manqurt bir millatga aylantirib qo'ydi. Donolardan biri mundaq degan ekan: bir millatning omonligi faqatla shu millatning to'g'ri, sharaflik va g'ururlik yashashiga bog'liqdir. Xuddi shuningdek biz g'ururlik va vijdonli bir millat edik. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilari sharaflik va vijdonli insonlarimizni o'ldirib yo'q qilib kelyapti. Yoki tuhmatlar bilan qaralab nupuzsizlantirib kelyapti va natijada aramizda sharaflik va g'ururlik insonlar ozlab ketyapti. Millatimizning otasi hukumatdagi to'g'ri rahbarlardan ayrilib yetim qolgan chog'imizda bizni aldash uchun aramizdagi fikri ojiz, maydoni aniq bo'lmagan shaxsiyatchi va xoin tipidagi g'itmak va aldamchi maxluqlar dushmanimiz tarafidan bozorga selindi.
Bu məxluqlar şəxsi mənfəətini milli mənfəətimizdən üstün gördü. Ularga azgını pulni deb bu eng madaniyetlik millatni nomus qilmasdan indigenous people qilib ko'rsatdi. Ular nomus qilmasdan xalqaro sahnalarda Xitoydan ayrilmay yashaydiganligini, avtonomiya ba'zila bo'ladiganligini so'zlashib, bir tarafdan Xitoy xo'jayinlariga sadoqatini bildirsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining davlat qurib yashashni bilmaydigan indigenous people ekanligini isbotlashga tirishdi. Mushundaq sharmandaliklarni ko'rib turibmi, yanala ular so'zlaganda saxtpazlik bilan lap etib bersa, qarg'ularcha ularga ergashdik. Afsuski, mushundaq ahvoldami biz yanala ularga yantayoq bo'ldik. Ammo biz sharaflik va vijdonli siyosatchilarimizga ega chiqmadik. Biz sharaflik insonlarimizdan o'rnak olmay, ularni tuvan ko'rdik. Ularga ergashmay, aksicha dushmanga ergashdik. Fikri o'tkir, maydoni aniq, bayrog'i ro'shan insonlardan qochdik. Ulardan o'rganmay, dushmandan o'rgandik. Vatan va millat haqida maydoni keskin, madorsiz rahbarlar bilan kelisholmadik. Ammo maydonsiz va do'stini dushmandan ayriy olmaydigan insonlarni o'zimizga rahbar qilib, o'zimizga ziyonli oqibatlarning kelishini osonlashtirdik. Davoyimizga ixlosi yo'q va fikri ojiz insonlarni bosh toj qildik. Donolar yana biri mundoq degan ekan: fikri ojiz insonlarni ishlab chiqarishga davom qilgan bir millat oxiri o'zining ruhiy o'limini asta-asta setib olgan bo'ladi. Xuddi shuningdek, bizmo keskin fikrlik bo'lmag'achqa dushmanimizning hiyla mikrlariga, tuzoqlarga, yolg'onlarga va fitna-fasodlarga do'tlarcha tushib ketdik. Qutulishimiz va ozodligimiz uchun rahbarlik qilishga tirishgan maydoni aniq va fikri o'tkir haqiqiy rahbarlarga talvalarcha hujum qildik. Bu ahvolimizdan ibrat olayli. Bu ichinishli holimizdan nomus qilayli. Allohga tövbe qilayli. Millat sifatida Alloh bilan aloqa qilayli. Alloh bizga rahim qilib, qalb ko'zimizga nur bersa, qalb ko'zimiz ochilib ko'rishga boshlasa va oq-qorani farqatgudek bo'lib qolsa ajab emas. Qarindoshlar, 2023-yilimiz muborak bo'lsin. Janobi Alloh bu yilda bizga rahim qilib, qalbimizni birlashtirgay. Bizga ittifoqlik, bir-birimizga mehr-shafqat, hammamizga do'st dushmanni to'nig'idek aql-farosat, dushmanga qarshi kurash qilg'idek jasorat, o'zimizga ichimiz og'rig'idek vijdon va shuur ato qilg'ay. Bizning ota-onamizning va butun Sharq Turkiston xalqining gunohlarimizni mag'firat qilg'ay. Shundaqla bizga Xitoy tajovuzchilariga qarshi g'alaba va nusrat ato qilg'ay. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgündü Hükümeti Cumhur Reis İşhanısı 2022-yili 12 ayının 31 günü. Sharq Turkiston Sürgündü Hükümetining Turkiyani Xitoy bilan hamkorlashmaslikka chaqiriq qilib e'lon qilgan axboroti Turkiya ichki va sirtidagi matbuotlarda keng ko'lamda xabar qilindi. Yangichaq gazetining 31 dekabr kunidagi xabarda Sharq Turkiston Sürgündü Hükümeti rasmiy organ torbitida Turkiya hukumatini Uyg'urlarni tutqun qilish, so'lab qo'yish, chegirdan qo'g'lab chiqarib Xitoyga o'tkazib berish, Xitoy bilan hamkorlashishni to'xtatishga chaqiriq qildi dedi. Sharq Turkiston Sürgündü Hükümetining prezidenti G'ulom Osmon apandining bayonotini Türkiye Yaxshi partiyaning guruhi boshliq vakili Lütfü Turkkan apandining o'tgan yili majlis raisligiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish taklifi sungan vaqtdagi so'zini, taklifning rad qilinganligini tafsiliy xabar qildi. Undan boshqa Z5 xabar kanalining 30 dekabr kunidagi xabarida Qaror xabar tori, oxirgi minut xabar tori, Istiqlol xabar tori qatorliq matbuotlar 31 dekabr kuni Sharq Turkiston Sürgündü Hükümetining Turkiyani Xitoy bilan hamkorlashmaslikka chaqirib e'lon qilgan axborotini tafsiliy xabar qildi. RHI Ajans xabar torining 2 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, atalmish Şinjanning chegara eg'izidan Yevropaga qarab yo'l olgan poyezd soni 7000 qatimdan ortgan. Qo'rg'os yerlik temir yo'l amaldorlarining aytishicha, 2022-yili 7000 qatimdan ortiq Xitoy Yevropa yuk poyezdi ishga kirishtirilgan bo'lib, kundalik o'rtacha qatnash liniyasi 19 dan, kundalik poyezd o'tish qatim soni 27 dan oshgan. Bu shirkat bu liniyadagi mulozimatning jiddiyligini, to'shiladigan yukning ko'pligi, qatnash bahosining tuvan bo'lishi, temir yo'l torining keng ko'lamlikligi, mulozimatning muqimligi bilan munosabatlik degan. Qo'rg'os tamojnasiga asoslanganda 2022 yilining 5-dan boshlab bu vokzaldan o'tadigan yuk poyezdlari 140 xildan ortiq malni Xitoyga to'shigan. Bunun ichida Germaniyadan kelgan mashina va uskunalar, O'rta Osiyodan kelgan mineral mahsulotlar Xibey, Henan, Jiangsu, Guangdong, Shanxay va Chongqing qatorliq o'lka va shaharlarga to'shilgan.
Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Angliyadagi inson haqlari doklatiga Angliyani an'anaviy irqchilik va nafrat jinoyati bilan ayblagan bir doklat loyihasini sungan. Mail Online xabar torining 31 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, inson haqlari jinoyati bilan ayblangan Xitoy Angliyadan inson haqlari bahanasi bilan boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmasligini talab qilgan. Kishini hayron qoldirdigini Angliyani diniy ayrimchilik va qo'pollikqa qarshi turishga chaqirgan. Tory parlament a'zolari Xitoyning tashabbusining xatarlik va ikkiyuzlamachi ekanligini aytdi. Xitoyning talablari ichida Angliyaning mustamlikchilik ro'yi altini yo'qotib, uning sistemalik irqchilik, chet elliklarga o'chmanlik qilish jinoyatlarining tub sabablarini hal qilish qatorliqlar bor bo'lib, uningda Angliya tutib turish o'rinlaridagi nachar muomalalarini va kuchini qalaymqon ishlatishni tekshirib, javobgarlikni surishtirishni ilgari surish kerak. Angliya ko'chmanlarni ixtiyorsiz tutib turmoqda deyilgan. Xitoy o'zining yuqumni bahona qilib, insonlarni uylariga va karantina tasislariga so'lab qo'yib, ochliqda o'ltirganiga qaramay, Angliyani yuqumdan foydalanib, majburlash tadbirlarini qo'llanib, taraqqiy qilgan nishonliq davlatlardagi muhim shaxslarning kishilik huquqiga daxl-taruz qildi deb ayblagan. Sharqi Turkistonda nurg'ulg'an lagerlarni qurib, millionlagan insonlarni qamab, chekidan oshgan dafsanchilik yurgizishlariga qaramay, Angliyadagi ayollarni sistemlik turda keng ko'lamda kamsitish bilan ayblagan. Xitoyning bu doklad loyihasiga Angliya yil beshida javob bermoqchi ekan. Angliya hukumat bayonotchisi Angliya davlat ichi va sirtidagi kishilik huquqqa kafolatlik qiladi degan. Burunqi ülke uçaklarının başlıqı akademik Sinan Atash efendi Anqaraning Chuqur Ambar ko'chasida motosikletlik bir kishining hujumiga uchragandan keyin qazo qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati axborot vositalarida Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Sinan Atash efendining vafotiga ta'ziya bildirib, uning oilasi, do'stlari, tuqqanlari va butkul turk millatidan hal so'raydiganligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.